Nimaga kechirim so'rash ekan? Nimaga? Qilgan ishingizga jazo. Nima qildim? Nima qildim men? 401k bo'lmadi. 6k, u 600 harfli u. Yo'q, 4 raunddan beri yeb yotibsiz, tushundingizmi? Bir 100 mingta bo'ling, nigina qiz. 100 mingta? Da, bizga ashingga qarab, shotizga qarab bizga keladi. Menga 100 mingta deysizmi? Uzr so'raysiz, meni shaxsiyatimga tegdingiz. Sizni ko'tingizni kattaligi Voy, sizdan zo'ridan ham uzr so'ramayman. Gapirmay qoring siz menga unaqa gaplar haqida. Nima qilsiz ham uzr so'ramayman. Men sizdan qo'rqadigan yerim yo'q, ko'tingizga qarab. Yo'q, Ko'rpani uzatmang. Yo'q, nima onda podpiska qildim? G'alati gaplar gapiring. Sizda bo'lsangiz o'zingizni nomingizdan o'zingiz ishlayapsiz, tushundingizmi? Menga po'xuy unisi. Men sizga o'xshab vechno